Adam bilmaslar temasini olib qolganmiz. Ko'rib turganinglardek Equinox mashinamizning ahvoli juda og'ir, hattoki orqa eshiklargacha siqilib qolgan. Land Rover'lar bor. Bu Land Rover'largacha bukilib, alyuminiy shvillerlarigacha sinib ketgan. Endi sizlar bilan akalar bunga qancha расход ketishini bitta o'zimiz ko'rib chiqamiz. Lekin udar moshni. Bagaj $500, orqa bamper $270, orqa panel $140, briket $15, orqa shviller $60, orqa fara $100. Kriloyimizni 50-50 yo almashadi, yo o'zi qoladi. Agar almashadigan bo'lsa $450. Xo'p, okalar, sizlarga mana zapchastlarni hammasini narx-navosini aytib o'tib ketdi. Endi sizlar kommentariyaga usta haqlari bilan общий nechta bo'lishini yozib keting. Atak boru udar, lekin serozniy bo'lgan, kuzatib turinglar, zo'r.